Tashvishlar egmasin mag'rur boshingiz. Dardu g'amingizga sherik bo'laman. Quvonchdan porlasin qaro ko'zingiz. Begim sizni jondan ortiq sevaman. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarimiz. Sog'misiz, salomatmisiz? Bugungi qutlug' kunda shukronalik oylarini nishonlayotgan barchani muborakbod etamiz. Sizlar bilan Deniz Xorom teleradio loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Muhibul yana bir qadrdon insonimizni tavallud kunlari bilan xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum. Assalom. Ming bor uzr. Bugun tavallud oyimlarini nishonlayotgan Rahmatullo aka bilan to'g'ri bog'landimmi? Ha, to'g'ri bog'landingiz. Sog' salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin akajon. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Salomat bo'ling. Ayni fursatlarda sizni Deniz Xorom teleradio loyihasi ijodkorlari tomonidan bezovta qilib turibman. Avvalambor bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qarshi olgan yangi yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Hamisha Yaratganning panohida, yaqinlaringiz ardog'ida sog' salomat bo'lib, mana shunday quvonchli kunlaringiz bardavom bo'lsin u yuzlar bilan yuzlashib yuring. Rahmat, inom aytgansiz. Salomat bo'ling. Bugun sizni tavallud kuningiz bilan tabriklash uchun loyihamizga o'zlarining ajoyib tabriknomalarini yuborgan bir yaqin insoningiz bor ekan. Nima deb o'ylaysiz? Siz kutgan yoki kutmagan yaqinlaringiz orasidan aynan qaysi birlari yuborgan bo'lishlari mumkin? Oila a'zolarim shekilli. Albatta. Akalarimdir. Yana kimlardan taxmin qilasiz? Shu akalarim bor, oila a'zolarim bor. Albatta. Juda ham to'g'ri topdingiz. Shular bo'lsa kerak. Albatta, sizni joylaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz Oydin opamiz tomonlaridan yuborilibdi. Rahmat, iloyim baxtimga sog' bo'lsin. Ilohim. Ular bilan birgalikda farzandlaringiz Sabrina, Said Umar, Bilolbeklar ham samimiy tabriklab o'tgan ekanlar akajon. Rahmat. Iloyim baxtimga sog' bo'lsin. Ilohim, siz ham salomat bo'ling. Hamisha yaqinlaringiz baxtiga. Agar rozi bo'lsangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olgan holda turmush o'rtog'ingizning siz uchun atalgan samimiy tabriknomalarini o'qib eshittirsam maylimi akajon? Mayli. Kattagon rahmat. Assalomu alaykum. Oilamiz sultoni, men uchun qadrli, hayotim mazmuni bo'lgan mehribonim. Allohim menga nasib qilgan turmush o'rtog'im. Sizni bugungi Rasulimizga ummat, biz oilangizga ne'mat bo'lib kelgan shukronalik, shodiyonalik tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan mehr muhabbat ila muborakbod etaman. Allohim umringizni bundan-da ziyoda, hayotingizni go'zal qilsin. Har qadamda, har damda bizlar uchun sizni asrab avaylasin. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'lib, Allohimning suygan bandalaridan bo'ling. Qalbingiz g'am, alam, andoqlar ko'rmasin. Birgalikda qilgan barcha orzularimizni Allohim ijobatini bersin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Baxtimizga sog' salomat bo'lib, yuzlar bilan yuzlashib yuring. Ilohim biz uchun qilgan mehnatingiz, bergan mehringiz uchun Allohim munosib mukofotlasin. Mehr muhabbatimizga aslo ko'zlar, nazarlar tegmasin deyman. Doimo meni qo'llab-quvvatlaganligingiz, erkanligi va qaysarliklarimga ko'z yumib, menga eng baxtli ayol hissini berib kelayotganligingiz uchun cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim, Allohim ishlaringizni rivojini bersin. Martabalaringiz bundan-da ulug' bo'lsin. Yuzingizni har qadamda yorug' qilsin Allohimiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim, birgalikda qilgan orzularimizni Allohim ijobatini bersin deyman. Barchamiz birgalikda Makka va Madinalarni takror va takror ziyorat qilishlik baxtini nasib aylasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukronalar bo'lsin. Tavallud kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deyman. Turmushning mushlari og'ir kelsa ham, sizning borligingiz dardimga malham. Qalbda gardog'im, jon tomir rishtam, men sizni jannatda ham sevaman begim. Gul nasrab kelgan bog'im siz begim, doimo ishongan tog'im siz begim. Malika bo'lsam gar, shohim siz begim, men sizni jannatda ham
baxtdaman begim deya o'zlarining samimiy tabriknomalarini, qolaversa ajoyib bo'lgan she'riy maktublarini axlay olingiz. Barcha yaqinlaringiz sizni tabriklash, birozgina bo'lsa-da xursand qilish uchun yuborib qolgan ekanlar. Endi daqiqalarda suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham turmush o'rtog'ingiz, qolaversa yaqinlaringiz uchun so'zlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Bir necha soniyalardan so'ng ular ham albatta tinglab xursand bo'lishadi. Rahmat, baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsin. Dunyo turguncha turishsin. Ularni ham yaxshi ko'raman. Hamisha shunday chiroyli oila bo'lib yuraylik. Ilohim. Sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik bizni yo'qlabsiz. Alloh sizni yo'qlasin. Rahmat kattakon. Ilohim akiningiz kelsin. Hamisha mana shunday mehr muhabbatingizga ko'zlar, nazarlar tegmasin. Tavallud kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Boshlangan kuningiz xayrli, fayzli, barokatli o'tsin. Ana shunday yaqinlaringiz ardog'ida bunday go'zal yoshlaringizni hali juda ko'pdan ko'pini birgalikda oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz davrasida a'lo kayfiyatlarda qarshi olishligingizni Allohimiz nasib rozi aylayversin. Rahmat, iloyim aytganingiz kelsin. Rahmat, sizga ham samimiy suhbat uchun salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Ne sınavlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu, shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz. Vafolikda sharafli